Bismillahirrahmanirrahim. Savol. Tug'mas ayolga uylansa bo'ladimi yo'qmi? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga Tazawwajul waludal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Suyuklik va tug'adigan ayolga uylaninglar. Men sizlarni ko'pliklaringlar bilan ummatlar oldida faxrlanaman degan so'zlariga, ya'ni tug'adigan ayolga uylanishlikka bo'lgan amrga teskari chiqadimi yo'qmi? Bu amirdan maqsad amrul irshod deyiladi. Ya'ni tug'adigan ayolga uylaninglar degandagi buyruqdan maqsad farzlik uchun, vojiblik uchun aytilgan buyruq deyilmaydi. Shariat buyruqlari har xil bo'ladi. Yo'qda farzlik uchun, odatda shunaqa bir narsani farz, vojib deyish uchun amr keladi. Yo'qda bir narsani sunnatligiga ham amr keladi. Yo'qda bir narsani shunchaki yaxshi shu ish degan ma'noda ham amr keladi. Hozir mana bu tug'adigan ayolga uylaninglar deganda bu shunchaki yaxshi degani. Qayerda dalil bor desa, bir kishi aytsaki, bu shunchaki yaxshi deganligi, tug'maydigan ayolga ham uylansa bo'laveradi deganligiga dalil qani desa, dalil Allohning so'zi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba'. O'zlariga yoqqan ayollardan 2 ta, 3 ta, 4 tagacha uylanaveringlar dedi. Ya'ni Alloh bunda ayolga uylanishlikda erkakning xohishiga qaratdi. Yoqdimi uylanaver dedi. Yoqdimi uylanaver, modomiki musulmon bo'lsa, ya'ni yoqdimi uylanaveradi, tug'adi, tug'maydi, undan farqi yo'q. Lekin to'g'ri, Rasululloh amriga binoan uylanishdan asosiy maqsad ummatni ko'paytirishlik bo'lganligi uchun ummatni ko'paytirishlik maqsadida uylangan, tug'adiganiga uylangan dedilar. Lekin bu degani boshqasiga uylansa nojoiz degani emas, yuqoridagi oyatga binoan. Shuning uchun amrdagi maqsad, Rasulullohning amridan maqsad amrul irshad deyiladi, ya'ni bir yaxshilikka yo'llab qo'yganlar. Yaxshirog'i o'sha. Chunki inson odatda o'zi ham sabr qila olmaydi. Ya'ni farzandsizlikka. Farzandsizlik Allohga xos. Lam yalid va lam yulad. Tug'magan, tug'ilmagan deydi Alloh taolo o'zini. Lekin bu yerda yana bir muhim nuqta bor. Bir ayol erga tegmasdan yoki erga tegib chiqqan bo'lsa ham hech kim kelajagiga kafolat bera olmaydi, men tug'mayman. Yoki erkak kishi mendan farzand bo'lmaydi deb hech kim kelajagiga kafolat bera olmaydi. Shuning uchun ham Ibrohim alayhisolamning xotinlari mana Sara onamiz tug'mas ayol edi. Shunda u kishiga farzand bashoratin berilganda qaragan chog'ida va imratuhu qa'imatun fadahikat va qalat ajuzun aqim. U kishining xotini shunda hayron qolib, ajablanib kuldilarda, tug'mas xotin bo'lgan qari kampir men endi tug'amanmi dedi. Ajablandilar, ya'ni haqiqatda tug'may yurgan shu vaqtgacha, lekin kelajagiga hech kim kafolat bermaydi, tug'maysan deb. Tabiblar aytgan taqdirda ham, o'zi bilgan taqdirda ham Allohning qo'lida. Lillahi mulku samawati val ard degan. Osmonlar va yerning mulki Allohniki. Ya habu liman yasha'u inatha, xohlaganiga qiz farzand beradi. Va ya habu liman yasha'u zukur, xohlaganiga o'g'il bola beradi. Aw yuzawwijuhum zukrana va inatha yoki erkak ayol qo'sh-qo'sha qilib beradi. Va yaj'alu man yasha'u aqima, xohlaganini tug'mas qiladi. Hech kim kelajakda qadarni ko'p kelmagan tug'maydi ekan degan. Allohga tavakkal qilish kerak. Alloh taolo hadisda aytgan, ana inda zanni abdi bi. Men bandamni men haqidagi gumondaman. Endi naxaran faqat va inshaalloh sharar fashar. Men to'g'rimni yaxshi gumon qilsa yaxshi, yomon gumon qilsa yomonlik bo'ladi. To'g'ri men tug'mayman deydimi? Tug'maydi, Alloh haqida yomon gumon qilyapti. To'g'ri tug'aman, Alloh xohlasa deydimi? Tug'adi, Alloh haqida yaxshi gumon qilsa. Allohdan so'rasa. Shuning uchun ham haligi Ibrohim alayhisalom xotini ham ajablanib, endi qari kampir bo'lganda, qanday tug'aman deganda, farishtalar aytadiki unga, "Qala atajabina min amrillah." Sen Allohning amridan ajablansan. Allohga qiyinmi deydi. Ya'ni otasiz Odam alayhisalomni yaratgan. Otasiz, onasiz Odam alayhisalomni yaratganda yoki otasiz Iso alayhisalomni yaratganda nimaga bir ota bir onadan bir farzandni yarata olmaydi? Qiyinmi Allohga? Agar Allohga tavakkal qiladi, yaxshi gumon bilan uylanaveradi unaqa ayolga. Va u keyinchalik agar farzand tug'masa boshqa ayolga uylanaveradi, lekin farzand tug'maydigan ayol endi erga tegmasdan qanday yashaydi dunyoda? Uni tashlab xalos qoldirilmaydi, shariat hech qachon narsaga buyurilmaydi. Shuning uchun aytdik, bunda tabibning gapi ham va ayolning o'zining tajribasi ham ketmaydi. Allohga qiyin emas, Allohga tavakkal qilib o'shanga uylansa bo'laveradi. Yoki bu erkak ham agar Allohga tavakkal qilib o'zini men farzandsizman deb o'ylasa ham ayolga uylansa bo'laveradi. Alloh alam.